Ha, termostat ham ключатель ham qo'yilmaydi. Ключательlar birinchi foydasi, ani pastdan yoqni revers qilish kerak bo'ladi. Revers qilib unga yana relay ishlatish kerak. Boshqa undan ko'ra освещенияsi bo'ladi. Zinada nima bo'ladi? Yeri o'zi shundoq ham zinasi yonadi. Avtomat. Bizda yo birasi bo'ladi, yo lyustrasi bo'ladi. Ikkita gruppasi bo'ladi zinada, eng ko'pi bilan. To'g'rimi? O'shani datchik присутствиеdan yoqadigan qilamiz. Boshqa joyga termostat, koridorlarimizda termostatlarimiz bor. Men katta planshetimiz bor-ku. Shu planshetdan mehmon kelganda yoqib o'chiradigan qilib qo'yiladi. Datchik присутствие faqat 220. Faqat 220. Shitdan ishlatish kerak emas. Yo'q, hech nima kerak emas. U svet gruppani misol datchik присутствие qattiq aniq qiladi. Programma orqali aniqlab, ulab qo'yiladi, belgilab qo'yiladi, birlashtirib qo'yiladi. Sanuzilli vichka ham? Sanuzilli vichka ham, u ham. Undan kelayotgan signalni 30 ta joyga bog'lab qo'ysa bo'ladi, xohlasa. 30 xil narsani yoqib o'chiradi. Ha? 30 xil narsani yoqib o'chiradi. 30 xil narsani yoqib. Bitta komanda bilan, misol uchun bitta sizni ko'rishi bilan nimalardir yoqib, nimalardir o'chirib tashlaydi. Yo, relesi alohida bo'ladi vichkani o'zi. Relesi alohida bo'ladi. Siz mana kirdingiz sanuzilga, присутствие turibdi. Bizda присутствие turibdi o'rtada. Sanuzil, mana eshigi. Eshikdan kirganingizda, misol uchun bizda vichka bor. Vichka bor. Misol uchun mana bu yerda mebelli освещенияsi bor. Misol uchun 4 ta galagenimiz bor. Misol kirdi. Misol uchun bunga aytasiz, anaqaga datchik присутствиеga aytasiz. Misol uchun kunduz kuni kirganida faqat mana bilan buni yoqqan. Programma qo'ygan paytda. Programma qilgan paytida bu bilan buni yoqadi. Aytasiz 12 dan keyin galagenni ham qo'shib yoqqin deysiz. Xolisi galagenni ham qo'shib yoqadi. 11 dan keyin galagenni qo'shirgan yonmasin, faqat mana bu yonsin deysiz, faqat shu yonadi. Umuman qizig'i yo'q unga. Присутствиеga umuman qizig'i. Siz присутствиеdan programma qilayotgan paytingizda so'raydi, nimalarga men komanda beraydim. Endi hozir освещенияga alohida sim, vichkaga alohida sim. To'g'ri, ha. Har doim shunaqa bo'lgan. Anaqa bo'ladi-ku u yerda. Через blok питания ishdagi подсветка. Подсветканgiz blok питанияsi mana shu galageni ichiga tiqasiz-da. 220 keladi, bergandan keyin anaqa bo'laveradi. Agar просто xonalaringizda подсветкalarim bor, men unga alohida 12 volt, alohida 24 volt olib chiqaman deydigan bo'lsangiz, kamida 4li или 6li kabel tortishingiz kerak.